Assalomu alaykum, hurmatga sazovor kuzatuvchilar. Bandixon tumanida hozir kelib to'xtab o'zim bir narsaga hayron qoldim. Bir vaqtlar mana shu yer bir axlatxona, chiqindixona edi. Bir necha yil oldin. Hozir ko'rib bu park qilyapti, park bo'layotgan ekan. Mana qarang, o'sha boshlangan. Stullarni qo'yib avvalambor bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Biz rahmat aytishimiz kerak. Bandixon tuman hokimi Abdumalik Abduqodirovga. Shunaqa tashlandiq joyda parkka aylantirib, shu daraxtlar, mevalar mana. Vay, shim chiroyli. Bandixon tuman hokimini maqtash emas u. Buni aziz kuzatuvchilar o'zlaringiz ham yaxshi bilasizlar. Borgan tumanda obod qiladi. Mana qarang, mana shu joylarda umuman ko'rimsiz joy edi. O'quvchilar she'rga kelib o'ynab ketar ekan. Burchatkalargacha yotqizilib chiqqan. Oldin bu yerlarda burchatka yo'q edi. Rahmat Bandixon tuman hokimiga. Bizni kuzatishda davom eting.